Assalomu alaykum kichik do'stlar, Parvoz klubidan hammanglarga o'tliq salom. Bugun sizlar bilan bahirlanmoqchi bo'lgan kitobimiz Chapdas Bilijan. Avtori Leo Leoni. Kichik biliqlar to'pi dengizning chunqur qatlamida xushal-xuram yashayotdi. Barliq bilijanlarning rangi qizil bo'lib, faqat bir talla bilijan media qululusiga o'xshash qap-qora edi. Bu bilijan başqa dostlardan tez Chapdas so'zlatdi. Dostlarini Chapdas bilijan deb ataydi. Bir kuni qayg'uliq bir ish yuz berdi. İchirqab ketgan, baktiz uzadigan yovuz bir tunis biliqi to'lqinlar orasidan o'qdek etilgancha qizil ranglik bilijanlarning hammasini bir yalmabla yutibdi. Faqat Chapdas bilijanlar chapdaslik bilan qichib hayotini saqlab qoldi. U cho'nqur dengizda uza yiroqlarga ketib qoldi. Yolg'izlikdan qo'rqdi, g'ariblik his qildi, ko'ngli perishon edi. Dengiz ajoyib g'aroyiblarga to'lgan bo'lib, Chapdas bilijan bularni ko'rib hayajonlandi va qalbi elishga boshladi. U zodi nimalarni ko'rdi? Vaa, Hasan Nusaranglik meduza. Su çağ bilikiga o'xshaydigan qisquchpaqa. Yipqi tizib qo'ygandek ratlik uzadigan rangarang beliqlar. Kampitga o'xshaydigan dengiz yusun o'rmonlari. Tasma beliqning quyruqi nimancha uzundu. Dengiz suyida yelpinib, palma darxiga o'xshab qolgan dengiz gul samsiqi. Shu daqiqada Chapdas bilijan do'sturga o'xshaydigan bilijanlar to'pini ko'rib qoldi. Ular yo'g'on toshlarning va o'simliklarning orasiga mo'kib olgan edi. Qar bilijan xushalliqidan "Kelinglar, billa uzayli, billa o'ynayli, nimalar bor ko'rayli" deb tovladi. Yo'q, bo'lmaydi. Cho'ng biliqlar bizni yeb ketadi, dedi bilijanlardan biri. Ammo mundaq mo'kib yursak bo'lmaydi-da. Amal tepishimiz kerak. Chapdas bilijan uzun vaqt o'ylanib, amal topdim. Hammamiz birlikda dengizdagi cho'ng biliqning shaklida tizilib uzayli. Shunda qilib Chapdas bilijan do'stlarga o'z rayonini qo'g'dashni, o'z rayonida yaqin sap tuzib suv uzishni o'rgatdi. Hammasi birlikda cho'ng biliqning shaklida tizilib suv uzishni o'rgangandan keyin Chapdas bilijan "Men sizlarning ko'zinglar bo'lay" dedi. Ular saharlarda va tush vaqtida cho'ng biliqning shaklida tizilib to'xtamay suv uzdi. Natijada yovuz cho'ng biliqlarni qo'g'lavatdi.